Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bir minutga vaqtingizni olsak bo'ladimi? Ha, bemalol. 3 ta savol beramiz, javob berasiz-da. Xo'p, ismingiz nima? Aziza. Aziza. Bir oyga o'zingizga necha pul sarflaysiz? Ko'p ketmaydi. Ketsa 5-6 million. Bir oyda o'zingizga 5-6 million sarflaysiz. Xo'p, ikkinchi savolimiz, sizga taksistdan sovchi kelsa, turmushga chiqarmidingiz? Bilmadim. Uydagilarimda. Uydagilarim desalar shu. Uydagilar xo'p desalar, turmushga chiqasiz. Yaxshi inson bo'lsa. Yaxshi inson bo'lsa, oyga necha pul gidetda haydaylik, taksistlar gidetda hozir kuniga 500-600 ming topadi. Yetadimi sizga? 500 ming, 600 ming? Agar yaxshi harakat qilsa aynan. Bilmadim. Uydagilarim menga to'g'ri narsani shova ko'radilar-ku. Xo'p, mayli. Uchinchi savol. Mahriga nima so'ragan bo'lardingiz? O'ylab ko'rmaganman lekin. Hayır, baribir so'raysiz-ku baribir. Nima? Bilmadim. Koreyaga sayohatmi? Koreyaga sayohat so'raysizmi? Koreyaga borish orzuyim bo'lgani uchun shuni so'radim. Koreyaga sizni aylantirib olib kelish kerak-da, shunaqami? Bo'ldi. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Rahmat. Sog' bo'ling.